Aziz vatandoshlar, assalomu alaykum. Krasnodar Toshkent, Toshkent Krasnodar yo'nalishi bo'yicha avtobus xizmatlarimizni taklif qilamiz. Krasnodar, Rostov-na-Don, Volgograd, Saratov shaharlarida ishlab yurgan hamyurtlarimiz hamda Tojikiston fuqarolari uchun qulay va ishonchli bo'lgan avtobus xizmatlarimizni taklif qilamiz. Krasnodarga yaqin bo'lgan Sochi, Anapa, Simferopol, Stavropol, Qrim, Novorossiysk, Gelenjik shaharlaridan, Mariupol, Donetsk, Lugan shaharlaridan ham bizning avtobuslarimiz orqali vatanga qaytishingiz mumkin. Krasnodardan, Rostovdan reyslarimiz haftada 2 marta, seshanba va shanba kunlari, Saratovdan esa chorshanba va yakshanba kunlari olamiz. O'zbekistondan esa seshanba va juma kunlari O'zbekiston raqamimizni ham yozib qoldirdik. Bemalol qo'ng'iroq qilib o'zingizlarga joy yozdirsangiz bo'ladi. Rossiyskiy raqamimiz +7 965 049 69 69. O'zbekiston raqamimiz esa 99 kodi bilan 314 06 76 raqamlar orqali bog'lanib o'zingiz uchun joy yozdirishingiz mumkin. Videoga like bosishni unutmanglar.